Ronaldinyoning darvoza to'sinini nishonga olgan reklamasi haqiqatmi yoki montaj? Maydonda ham, uning tashqarisida ham o'z ta'sirini ko'rsatgan Ronaldinyoni Nike kompaniyasi ko'plab reklamalarga jalb qilgan. Ular orasida aynan shu reklama roligi alohida e'tibor qozondi. Erik Cantona Ronaldinyoga oltin chamadon yuboradi. Chamadonda Nikening yangi oq va oltin rangdagi Tempo butsasi bo'ladi. Ronaldinyo butsani kiyib, to'pni darvoza ustuniga ketma-ket 4 marta tepadi va to'p har safar yerga tushmasdan unga qaytib keladi. Ronaldinyo qanchalik ajoyib iste'dod egasi bo'lmasin, keyinchalik ma'lum bo'ldiki, yakuniy reklama roligi maxsus effektlar yordamida tahrirlangan edi. Biroq Ronaldinyoning maydondagi ajoyib qobiliyatlari tufayli ko'pchilik hali hanuz bu sahnalashtirilmagan video deb ishonadi va aynan shu bahslar reklamani ommalashtirgan. Aytgancha, ushbu reklama roligi YouTube tarixidagi birinchi million ko'rishlar soniga erishgan video edi. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.